195 kvadratlik kvartiraning planovkasini ko'ramizmi? Korobka holatda, mana bunaqa ko'rinishda ideal holatga olib kelganmiz. Kiruvchimiz bilan bizani prixoshga kutib oladi, shkaf, oyoq alishtiradigan o'tirishga pufik, bitta splashni oyna qo'yib berganmiz. Kiruvchda chap tomonda biz oshxona joylab berganmiz. Bu tarafda kuxonniy mebel, hamma bitovoy texnikalar bilan, o'rtada stul, ostrov qo'yib berganmiz. Ja ayollar bop kuxonniy bo'lgan. Bu yoqda 37,5 kvadratlik zalimiz, mexki zona, televizori, bu yerda mehmonlar uchun 10 kishilik stol ham joylab ketganmiz. Hol qismimiz semeyni o'tiradigan joy, divan, qarama-qarshi tarafda televizori, holdan hamma xonaga tarqalamiz. Bu yoq tarafda spalni, родительский, kровать, qarama-qarshi tarafda televizori, makiyajniy stolik обязательно. Uni ichida o'zini sanuzeli bilan dushovoy, rakvina unitasi. Mana bundan boshqa ortiqcha narsa kerak emas. Bu yoq tarafimizda 3 kishilik детский xona, 3 ta kravati, рабочий stol, bu yoqda tamburda shkafini joylab berganmiz. Bu yoq qismimizda spalniga ajratganmiz, kattagina spalni, kravati, kichkina uyutniy kreslo, televizori, makiyajniy stolika, через garderob sanuzelga o'tib ketamiz. Garderobimiz ham katta. Sanuzelimizda ham hamma sharoiti bor. Dushovoyi, rakvinasi, unitazi. Spalnida hamma sharoit komfort. Bitta o'rtada kvartirada prachniy xona berganmiz. Stiralkani shu yerga joylab berganmiz.